Mana bu yangi qurilish mahallamiz. Mana shu daryoning bo'yida shu atrof hammasi yangi qurilish mahallasiga qaraydi. Oltinsoy daryosi. Assalomu alaykum. YouTube'dagi obunachilarim. Mana bugun 2026-yil 8-aprel kuni mana shu Oltinsoy daryosi. Ancha sel keldi mana. Uyimizga yaqin joyda joylashgan. Bu tuman Toklar, o'zi Oltinsoy tumani uzumchilikka, mana shu bog'dorchilikka ixtisoslashgan tuman. Yoshligimda bir she'r yozgan edim, shu esimga kelib ketdi hozir. Tokda osilib turar shirin sharbat uzumlar, ularni kim yaratgan? Zamin yaratgan. Bunday shirin uzumlar qaydan kelgan bolalar? Oltinsoyning bog'idan uzib olgan bog'bonlar. Ana shu she'r hech esimga chiqmaydi-da. Mana daryoning tomoni, katta ko'chaning usti, juda chiroyli manzara ekan. Mana hamma tomon ta'mirlangan beton bilan chiroyli qilib, xavfsiz qilib, aholiga ziyon beradigan joylari yo'q. Juda chiroyli joy. Havasi ham toza joy Oltinsoy.